Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga hozir xo'jaligimizda mollarimizga qanday tashxis qo'yamiz va ularni qanday davolaymiz shular haqida video qilib o'tmoqchiman. Endi xo'jalikda har kuni har xil kasalliklar keladi. Bizga isitma bilan yoki bir yemek qo'ygan, ishtahasi yo'q. O'shunda qanday tashxis qo'yishni birinchi o'rinda qo'yish kerak. Keyin u kasallikni aniq qilib turib, keyin davolaysiz. Buni har bir xo'jalik O'zbekistonda ham chorva boqyaptimi? 100% doktor bo'lmasa ham tashxis qo'yishni bilish kerak va davolashni, yengil davolashni bilish kerak. Germaniyada shunaqa har bir chorvador o'zining moliga tashxis qo'ya oladi va aksariyat kasalliklarni davolaydi. Endi men ham doktor emasman, lekin qo'ldan kelgancha o'rgangan narsamni sizlarga tezda chiqarishga harakat qilaman. Xo'p, endi mana bu hamma mollarimiz shu muammolar bilan kelgan. Endi birinchi o'rinda doktor o'rgatgan bizga har bir xo'jalikka mukammal o'rgatadi. O'sha narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Xo'p, misol uchun bitta mol keldi siz oldingizga. Sizni molda danniy bo'lish kerak, ya'ni qachon tuqqan, o'shalar bo'ladi, yoshi aniqlaysiz molni, o'sha daftarga qarab turib, o'shundan keyin ikkinchi tashxis. Birinchi haligi o'sha dokumentalniy tashxis qo'yib olasiz, qachon tuqqan, yoshi, boshqa nechta tuqqan. Endi ikkinchisi asosiysi hali ko'rib bilish. Birinchi molni mana bu orqasidan tursiz, chap tarafidan boshlaysiz tashxis qo'yishni. Birinchi o'rinda mana bunday apparatda yuragini tekshiramiz, urishini. Yurakni mana bu yerdan tekshirasiz. Mana bu yerdan. Qancha uryapti? Yuragi hovliqib uryaptimi yo yengilmi? Undan keyin bu yoqqa o'tasiz. Mana yerda o'pkani tekshirasiz. O'pka qanday holatda? Haligi o'pka kasal bo'lmaganmi? Asosan bizda ham shu o'pka kasal bo'ladi. Haligi o'pka ham yuqori nafas olishi mumkin. Xo'p, bu yerda tekshirgandan keyin endi qorin bo'shlig'ini tekshirasiz. Bu yerda qorinda qanaqangi jarayon kechyapti? Mana bu yerga qo'yasiz-da, bu teleskop nima deydi? Mana shuni shu yerga qo'yib eshitib ko'rasiz 2 minut davomida. Shu 2 minutda bir bu yerda ovoz keladi, gazetani gichillashi yoki boshqa, shunga qarab tashxis qo'yiladi. Endi bu hali hozir tashxis qo'yishlarni aytmayman. Tekshiruvda, umumiy tekshiruvni aytaman. Keyin bu yerdan taqillatib ko'rasiz. Ya'ni haligi shirdon ko'tarilib qolmaganmi? Yangi tuqqan mol bo'ladigan bo'lsa. Siz taqillatsangiz basketbolda to'piga o'xshab ting-ting qiladi. Demak, bu o'sha birinchi tashxis bo'ladi, o'sha ko'tarilgan. Keyin mana bu yerga qo'yib ko'rib, eshitib ko'rasiz, urib qanday holat kelyapti? Qorin ishiganmi, ishimaganmi? Xo'p, bu tashxis bo'lgandan keyin bu yoqqa o'tasiz, yelinga. Yelinlarni ko'rasiz, to'rala yelin sog'ib ko'rasiz, qanday holatda. Keyin o'ng tarafga o'tasiz. O'ng tarafdan ham qorin qismini eshitasiz, yelinlarni eshitib ko'rasiz. Qisqasi, haligi bu narsa bilan tekshiruv tugatildi. Endi boshqa tekshiruvga o'tasiz. Umumiy molni cho'chib yubormasdan aytayotganim bu shuki, bu tekshiruv yengil tekshiruv, lekin asosiy tekshiruv. Endi molni bilan umumiy tekshiruv yana biri orqa tarafdan tekshirasiz, ya'ni uzun pechatkani kiyib olib, yaxshi tozalab, pastki qismini tekshirasiz. Agar yangi tuqqan bo'lsa, metrit bo'lmaganmi ko'rasiz, yo'lda ushlab qolingan, qolmagan, qon kelyaptimi yo'qmi, uni tekshirasiz. Undan keyin bu yoqni tekshirasiz. Ichkaridan axlatini olib turib, bu atsidoz bo'lganmi yo'qmi, o'shini tekshiriladi. Endi umumiy aylanib o'tdingiz molni, yelinlarni ko'rdingiz, oyoqlarni ko'rasiz. To'rala oyoqni qaysi holatda bo'lyapti. Yurgizib ham ko'rasiz, lekin ishib ketgan, ish ketmagan ko'rasiz oyoqlarni, ko'tarib turibdimi yo'qmi? Bo'ldi. Endi oldi tarafga o'tiladi, bosh tarafiga. Bosh tarafidan endi molga yaqinlashib turib, ko'zini ko'rasiz. Ko'zini mana ko'tarib ko'rasiz. Ko'zi ichiga kirganmi, kirmaganmi ko'rasiz. Qaraysiz, agar ko'zini qoshini ko'tarib ko'rsangiz, qizarish bo'ladigan bo'lsa, bu ichkarida qandaydir haligi zaharlanish ketayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni infeksiya yoki boshqa narsa bor. Keyin bu old tarafini qaraysiz, tellayaptimi, yo'qmi, qulog'ini ushlaysiz. Quloq issiqmi, sovuqmi, buni tekshirasiz. Keyin og'zini ochib ko'rasiz. Og'zini ochib turib, tilini ko'rasiz. Tili qay holatda? Agar ichkaridan qon ketayotgan bo'lsa, hayvonda tili umuman oqarib ketadi, umuman qon yo'q bo'ladi. Orqa tarafdan ham bilsa bo'ladi bu narsani. Keyin tish qismlarini ko'rasiz, ochib turib, tishda jarohat yo'q, og'zida jarohat yo'q, ko'zini ko'rdingiz.
Endi bundan keyin bir narsani unutibman. Shunday aylanib o'tganingizda birinchi orqaga tekshirishdan oldin istimasini o'lchab olasiz. Istimasi bormi yo'qmi? O'shanga qarab turib keyin tashxis qo'yiladi. Bu hayvonimizda misol uchun bu tuqqaniga 100 kun bo'lgan, 100 kundan beri sut beryapti. Bu bo'g'oz. Endi asosiy bu lapmagan, ya'ni shidon ko'tarilishi kutmasak bo'ladi bundan yoki ketoz. Yana bitta narsa, yangi tug'iladigan mol bo'ladigan bo'lsa, buni ketozni aniqlaysiz. Bunday dumini ko'tarib turib ketoz testimiz bor. O'shandan ninada qon olib turib, uni ketoz aniqlaymiz. Agar ketoz test 3 dan past ko'rsatayotgan bo'lsa, yengil ketoz, 3 dan baland bo'lsa, og'ir ketoz bo'ladi. O'shanga qarab turib davolaymiz keyin sigirlarni. Endi keyingisi pH da o'lchaymiz, ya'ni hali ishqorinlikda oshqozondagi buni qanday o'lchaymiz? Bu yerda axlatdan yengil axlatidan olinadi analiz, o'shundan tekshiramiz. Mana testlarimiz bor o'zimizni. O'sha testga qarab turib tekshiramiz. Bo'g'oz mollarda har xil, sog'ish mollarda har xil bo'ladi bu. Umumiy aylanib o'tib tekshirgandan keyin endi buni tashxis qo'yamiz. Bu holatda bu molimizda isitma chiqdi. Aytdim 100 kundan o'tgan sog'ishga. Asosiy muammo bizga yelindan chiqdi. Yelinda oldi chap tarafida mastit bo'ldi. Endi o'shanga qarab turib, endi bunga mastitga davolaymiz. Agar analiz qila olmasangiz, boshqa kasallikga davolashingizga to'g'ri keladi. Endi mana bu mollar misol uchun bunga ham isitma chiqdi, umumiy tekshirdik. Tekshirsak ishtahasi har qalay yaxshi, lekin shunchaki isitma chiqdi, hamma yo'g'i joyida. Endi buni shuncha isitmador qilib chiqarib olamiz, kuzatuvga olamiz. Bu molimiz misol uchun bu yangi tuqqan, orqa tarafdan tekshirganimizda metrit, ya'ni shu yaxshi tozalanmagan bo'ldi. Shunga davolayapmiz buni. Endi dorilarni hozircha men aytib o'tmayman, qanday qaysi dori bilan davolaymiz. Sababi men ko'rsatgan dori Germaniyada dori, O'zbekiston doriga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun umumiy o'sha o'zimizni mahalliy dorilardan ishlatganlar ma'qul bo'ladi. Bu narsani hamma doktor ham o'rgatmaydi. Shu ko'riklar qanday qilib analiz qilish kerak, lekin buni har bir chorvador bilishi kerak. U yemayapti, ichmayapti, nima bo'lyapti, hamma yo'q to'liq aytsangiz, doktorga tashxis qo'yish oson bo'ladi. Bilmadim, kechagina yeyib turibdi, bugun yemay qoldi deyiladi, bo'ldi. Qolgan narsa aytilmaydi. U qanday holatda, ko'zi qanday, og'zi tekshirildimi, yelin tekshirildimi, oyoq tekshirildimi, ichki taraf tekshirildimi, qorin, yurak urish, hamma yo'qda shu chorvador bilsa, keyin tezroq oldini olib qolishi mumkin. Uni 1 kun kutadi, 2 kun kutadi, yaxshi bo'lib ketar deb turib, u o'zicha davolab ko'radi, yaxshi tashxis qo'ymasdan, shu bilan moliga ancha o'tkazib yuborgan bo'ladi kasallikni. Shuning uchun sizlarga ilindim shu narsani. Endi xudo xolasa endi davolashlarni ham agar videomiz xudo xolasa vaqtimiz bo'lsa, yana davolash haqida videolar qilaman. Ya'ni ketozni qanday davolaymiz, asidozni qanday davolaymiz, mastitni qanday davolaymiz, metrit, hamma kasalliklarni endi iloji boricha qanday davolashimiz haqida video qilaman.